Lekşehir'e devam, hürmetli vatandaş. Bugün 2021 yıl 7. ayının 26. günü vatandaşım. Lekşehir'imizin devamını sözdeyimiz. Mavzumunda Xi Jinping Tibet'e ziyaret geldi. Çünkü Hindistan'ı uğraşını planlamakçı mı? Mavzula haber 7. ayının 26. günü Cumhur'a ziyaret orbitini ilan kılındı haber. Mundak başlandı. Cumhur Kompartiyası'nın sekreteri Tibet'e ziyaret geldi. Bunun sebebini kişiler bilmeydi. Hong Kongluk savdogar Yuan Gong'u bir qancha qatim tahlil qilib, urush o'qjonining kirichiga yetib keldi. Bildirib, bu qatim Xi Jinpingning Tibetni ziyorat qilishi bu urushga munosibatsiz emas deb hisobladi. U mundaq ko'rsatdi: 20 qurultaydan burun Xi Jinping urush qo'zg'ab o'zining o'rnini, siyosiy o'rnini mustahkamlash, agar Janubiy dengizda urush qilib g'alaba qilishga ko'zi yetmasa, Cumhur Hindiston urushini qo'zg'ash, balki Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar kotibi Antony Blinkenning Hindistonni ziyorat qilishi Hindistonga yordam qilib urushga tayyorlik qilishdan iborat. Bir qator xabarlar, ko'rinishlar. Hindiston Trust axborot agentligi xabar qilib mundaq ko'rsatdi: 23 kuni Xi Jinping Tibetda turishliq askariy qismlar bilan ko'rishdi. Harbiy mashqni kuchaytirish va har qanday ahvolga tayyorlik qilishni ta'kidladi. Yuan Gong'u mundaq ko'rsatdi: Amerika harbiy ishlar jihati Jungo bilan qarshilashda hargiz yo'l qo'ymaydi. Amerika harbiy ishlar jihati Jungo bilan qarshilashda hargiz yo'l qo'ymaydi. Jungo tarafga yo'l qo'ymaydi. Tayvanning harbiy kuchini oshirishga butun kuchi bilan yordam berdi. Birinchi liniyaning iqtidori Jungo Kompartiyasini qo'rshovga ilish edi. Hozir bu iqtidor o'zgartirildi. Amerika Xi Jinpingning tashabbuskorlik bilan hujum qilishini faraz qilib o'tdi. Shunlashqa Amerika Jungoning atrofida Koreyadan tortib Yaponiya, Tayvan, Filippin, Avstraliya, Hindistongacha, hatto tashqi Mongoliyani o'z ichiga olgan holda yadro o'q beshi bilan Jungo Kompartiyasini nishonga ilib, shu orqali Jungo Kompartiyasiga medirlama deb signal berdi. Diqqat, medirlama Jungo Kompartiyasiga medirlama deb signal berdi. Xabarda mundaq ko'rsatildi: Elizabet belgilik Avamatka zarbadarlar gruppasi 9-oyda Yaponiyani ziyorat qildi. Undan keyin Angliya Osiyo Tinch okeani rayonida 2 dona chorlug'ichi paraxodni abadiyga o'rinlashtirdi. Agar Hong Kong hukumati chegara va havo yo'llarini taqab oladigan bo'lsa, Angliya Avamatkasi harakatga keltirib, Beijingga tahdid soladi ve Hong Kong'da turishda grajdallarni chekindirdi. Yuan Gong'u mundaq ko'rsatdi: Angliya Avamatka zarbadarlar gruppasi avatib Yaponiyaga yordam berdi. Ikkinchi dunyo urushidan keyin Yaponiya urushda yengilgan davlat o'rnida yadro qurollarini taraqqiy qildirishga yo'l qo'yilmagan. Angliya bu bo'shliqni to'ldirdi, Yaponiyaga yordam berdi. Yuan Gong'u davomlashtirib mundaq ko'rsatdi: agar Jungo atrofidagi har qanday rayon, har qanday bir davlat, mayli Tayvan bo'lsin, mayli Hindiston bo'lsin, tuyuqsiz hujum qiladigan bo'lsa, Jungoning atrofidagi davlatlar Amerikaning rahbarligida o'xshash vaqtda Jungoga zarba berib, raketa bilan Jungoning harbiy bazalarini, harbiy nishonlarini bitchet qiladi. Yuan Gong'u mundaq ko'rsatdi: bu ishlarni Amerika so'zlab yurmaydi. Jungo ham bu ishlarni so'zlab yurmaydi. İşçi bildi.
Lekin men özüm erişken uçurlarga asaslansam da bulup Yuan Gongyi on misal tahlil qilib mundaq hisobladi. Navbatda jiddiy vaziyat texama o'rnamoqda.